ochiladimi bu? Yo'qmi? O'zi Okam nima qolsan? Jinnimisan? qochib turibman, sindirmasam bo'lmaydi. Jinnimisan? O. Yo'q, Nima aka. qilding? Kaltim ichkarida qolib ketgan, boshqa ilojim yo'q edi meni. Aka, mana shu videogacha bitta like bosib qo'ying. Nimaga desanglar, bu videoni ko'pchilik ko'rsin-da. Oxirgi paytda mashinalar ko'p qulflanib qoldi-yu. Ichida yosh bolasi qolib ketyapti yoki-da Magic'ar ichida qolib ketib qulflanib qolgan bo'ladi-yu. O'shanda ko'pchilik aytyapti, yosh bolani tezroq qutqarish kerak, oynani sindirsanglar-chi deyapti-yu. Oynani sindirish ko'rdinglar, nima oqibatga olib keladi? Mashinaning ichi ko'rasizmi? Dabdala bo'lib ketdi. Agar mana shu yerda yosh bola o'tirganda, bilasizmi, o'sha yosh bolaga 100% katta ziyon bo'lardi. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun Magic'ar dominantdan yangilikni jinnisi chiqdi akalar. Bu GSM blok bo'ladi. Buning ichida juda ham ko'p funksiyalar bor. Endi sizlar mashinaning pultini olib yurishingiz shart emas. Dominanti prilojeniyasini shundoq skachat qilib olasizlar. Endi mashinalarni libboy davlatlardan xohlasanglar ochib, yopib, zavat ham qilsanglar bo'ladi. Ko'pchiligiga kerak bo'ladigan GPS bor. Mashinani qattiq yurganini ponni ko'rib tursanglar bo'ladi. Dashi istoriyalarini ham ko'rsatib beradi. Mashinaning eshigi necha marta ochildi, bir kunda necha marta zavat bo'ldi. Eng qizig'i, hozirgi kun sovuqdachi mashinaning zavat qilinishini budilnik qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bitta vaqtda belgilab qo'yasiz, o'zi avtomatik zavat qiladi. Endi sizni akkumulyatoringiz umuman o'tirib qolmaydi. Nimaga desanglar, bu dominant bor-u, akkumulyatori o'tirayotganini bilib, mashinani avtomatik zavat qilib, akkumulyatorni quvvatlab ham qo'yar ekan. Kerak bo'lsa-chi, motoringlarni moyini, motori remenni qachon alishtirish kerakligini ham aytib turadi aka. Qarochi, mana shu videoga bitta like bosib qo'ying-da. Kommentariyada qancha ko'p bir raqamini qoldirsanglar, mana shu blokdan sizlarga bitta sovg'a qo'yamiz. Bu videoni mashinasida Magic'ar bor do'stlarni hammasiga jo'natib qo'yinglar.